Assalomu alaykum. Musobaqa san'at kuzatayotgan aziz opa-singillar, qandaysizlar? Hammanglar yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Men yana har doimga to'xtab ajanga yaxshi ko'tarildi, yaxshi, yumshoq, yaxshi. Zo'r chiqdi konsobkasi. Endi bu yerda pitssaga hamma qilib qo'ydim. Dro'j yo'q ekan, endi ko'ramiz, dro'jsiz o'xshaydimi, o'xshamaydi. Qarab ko'ramiz. Hech ham dro'jsiz qilib ko'rmaganman. Juda yumshoq qilib oldim. O'xshamdi, ko'ramiz nima bo'ladi keyin. O'tgan yildaqa oshim o'xshasa, keksim o'xshamagan deb bittalarda o'xshamasa. Yangi o'xshashqa bo'lib qolmas. Bu ham o'xshaydi, xudo xohlasa. Qaranglar qizlar, ko'rinyaptimi bilmayman. Mana qolyapti. Yomg'irga o'xshab qolyapti. Hozir oppoq bo'lib ko'rinyapti. Ogunimgacha o'zlari bo'lib qoldi. Haligi nima deydi? Mokrisning nima ishlar yo'yapti. Bizda o'sha qor. O'shancha olib chekilib uni kavlagan turpoq ustida oqlatib ko'rasizlar. Ay, qor oktyabrda. Ko'rinyapti degan bittaman. Agar ko'proq yog'sa yana ko'rsataman. Oy, sovuq, boshim sovuq. Qizlar qolganini mana qilib gapiraman. Jicha ketchup bilan mayonezda aralashtirib suykab oldim. Bittasiga kolbasa, bittasiga sosiskani to'g'rab soldim. Undan boshqa hech narsa qo'shmadim, chunki yeyishmaydi pomidor ilharo. Tuzlangan badring, olivko'l masla deymanda. Olivkami, nima ishaqa tumaloqchi, shaqalar qo'shishadi-yu. Bunaqa narsalar qo'shgani ulashmaydi. Ashuni o'zini kolbasa ile sosiskani o'zini qilib beraman. Ashuni maza qilib yeyish oladi. Bu pitssalarga boshqa hech narsa solmaganimga yarasha kolbasasini, sosiskasini ko'proq soldim. Ustiga sir sevqami, shu bilan pitssa tayyor. Endi bu damashli pitssa tezda tayyor bo'ladigan. Dro'j solmasam ham zo'r chiqdi. Men videoda ko'rinmayapti, lekin yeyishli mazza yumshoq chiqdi. Endi nimaga? Mana videoda boshida salloqiga qaytamiz. Bu yerda videoda ko'ra olasizlar. Gapimni eshita olasizlar. Erga tekkanimga 12 yil bo'ldi. 12 yilda ichida bir marta ham ishlamaganman. Endi mana videomni ko'radigan qizlar biladi, ishga kirdim deb aytdim. Endi ishlashni boshladim. Ishlab, nima deydi, pulni qadriga yetdim. Nima deydi, 1 so'mni ham tejab ishlatish kerakligini bildim. Chunki u pulni topgunizcha mehnat qilasiz ekan, qachon oy tugaydi, oylik qachon tushadi deb kutasiz ekan. Men buni bilmasdim ekan. Endi hamma har xil, men bilmayman kim qanaqa, lekin men buni unaqa narsaga e'tibor bermay, erim topyapti deb men ishlatasdim ekan. Men ishlab turib bildim. Buni orqasida mehnati, bu mehnat orqasidan kelishini, bekarga hech kim bekardan bekar birov pul bermasligini tushundim. Ayni uchun hurmatli, ayniqsa mana u chetda nima deydi, akasi, ukasi, eri, dadasi, o'g'li ishlaydigan ayollarga aytaman. Chetda ishlaydigan odamlarni ham, oldida ishlaydigan erkaklarni pulini nima deydi, tejab ishlatish kerak ekan. Ishlamagungacha bilmaydigan odam men bilmasdim. Men ishlab turib bildim. 1 so'm topish uchun qanaqa mehnat qilish kerakligini. To'g'ri, mening mehnatim og'ir emas. Ertamanda 1 soat, kechqurunda 1 soat, lekin ashi ham mehnat. Ashunga keyin bildim. Mana ayniqsa chetda yurganlar ko'proq nima, o'sha dvornilik или yana boshqa qanaqa borsachilik ishlar qilishadi-ku. Ularning ishi ham og'ir, ham nima deydi, sal uyatishadi, sal tortinishadi. Shuning uchun sal nima deydi, chetda yurgan odamlarning pulini chiqarsa uyiga tejabroq ishlatish kerak ekan deb o'ylab qoldim men. Endi ashnaqa qilinglar demayapman. Ashnaqa ekan deb o'yladim. Ishlab pulni qadriga yetdim-da, kasovkasi. Sizlar nima deysizlar? Kommentariyda yozinglar. Ashnaqa qilib ishlamaguncha bo'lsa bilmasdim ekan deb qo'yaman. Ishlatib yuborasizmi ekan shatta. Shuning uchun menimcha ayol kishilar ishlatsa pulni qadriga yetishamikin deb qo'yayım. Yana kim biladi, bu mening fikrim. Sizlar fikringlar qanaqa? Kommentariyga yozinglar. Laykinglarni, podpiskalarni, kommentariyalarni kutib qolaman. Shunday qilib sizlar bilan gaplashgancha mana ishlarim ham bo'ldi. Ovqatimiz, narsalarim ham pishdi. Shunaqa qilib hamma ishimni qilib oldim-da, konsobkasi. Tomosha qilganlar uchun rahmat. Massa qarayapti qizlar. Ishasira bu birinchi qor bas. Nechinchidir qor. Ya qorong'u ucha ko'rinmaydi. Ishda qaytyapman. Mashinalar ustida qor bor, lekin qorong'u ko'rinmayapti. Ular ustida ham ko'rinmayapti. Asta. Hali sovuq, lekin chidasa bo'ladigan sovuq. Qor yoqqanda unaqa sovuq bo'lmaydi. Shunaqa. Qorda
aylanib yuradigan bo'lyapti. Orda yog'ishini qaranglar. Bunaqa yog'ishda ancha vaqt qoldi. To'g'ri.